Avtotest imtihonlariga qo'shilgan savolni egzaklari bilan ko'rib chiqamiz. Ushbu savol quyidagicha. Avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi? Ushbu transport vositasiga 4 ta yo'nalish ko'rsatilgan. Transport vositasi texnik sabablarga ko'ra 40 dan yuqori harakatlana olmaydi. Bu transport vositalari qoidalari bo'yicha chetki o'ng bo'lakda harakatlanishi kerak. Agar biror bir transport vositasidan o'zib ketganda yoki chapga va qayrilib olish uchun esa chetki chap bo'lakdan foydalansa bo'ladi. Lekin ko'rib turgan ikkinchi yo'nalish bo'yicha harakatlanish ruxsat etilmaydi. Ushbu savolning javobi esa 1-chi, 4-chi, 3-chi yo'nalish bo'yicha harakatlanish ruxsat etilgan. Ya'ni ushbu holat bo'yicha 1-chi, 4-chi, 3-chi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etilgan. Ushbu savolning egizagi. Transport vositasi qachon faqat o'ng chetki qatorda harakatlanishi kerak? Xo'p, og'ir vaznli katta o'lchamli yuklar tashiyotganda, agar haydovchi o'zini betob his qilganda, agar harakatlanish vaqtida mahkamlangan yuk bo'shab ketsa, transport vositasi texnik sabablarga ko'ra 40 km/soat dan ortiq tezlikda yura olmasa, faqat chetki o'ng qatorda harakatlanish kerak. Ushbu savol eski savol edi. Eski savollarni mohiyatiga tushunmasdan turib, quyidagi savolni yangi deb bilyapmiz. Shu kabi foydali ma'lumotlar sizga kerak bo'lsa, bizni ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'ling.